Ah, uyqudan ham turdim tak. Nima qishlog'imizga qor yog'ibdi? Bu ajoyib do'stlar. Suv ko'zimni kiyib olishim kerak tak. Wow, bunday sovuq. Jinsim. Bunday sovuq. Hozir men ovqat bilan suv ichib olishim kerak. Oh, bunday mazza. Oh, qornim tog'madi shekilli. To'kayapti emas. Oh, tak menga nima kerak bo'lardan? Nol olamiz, buni qilichda olamiz. Menga daraxtlar kerak. Endi men qo'rqib o'ynaymiz. Hozir menga bir ikkita narsa kerak. Qishlog'imni xavfsiz qilishim kerak men. Shunday tak. Qishloqqa ajoyib qor yog'ibdi lekin do'stlar. Tak. Hozir pulimni qo'yaman. O'tin chopishim kerak tak. O'rmonda lekin mayli boramiz tak. Suvlar ham ilojimiz qoldi. Tak. Bilan olamiz. Bizga 20 ta kerak edi. Ama 30 ta qolaylik. Tak. Menga o'tinlar kerak bo'ladi chunki bugun havo juda sovuq bo'ladi. Endi men Tursa kravat ostida nima bor? Nima? Tak. Kravat ostida nima bor do'stlar? Politsiyaga borishim kerak. O'ta biron g'arbiylar bordir, otib tashlashi mumkin. Salom politsiyachi. Nimaga kelding? Kravatim ostida bir nima bor. Hazilni qo'ysangchi, men dam olishim kerak. Bor yo'qom. Hazil shakam yo'q. Rostdan juring ko'rsataman. Bor boshim qotirman o'zi qor yog'ganda biroz dam olib. To'g'ri. Nega ishonmayapti? Salom mer. Yaxshimisan, zo'rmisan? Yaxshi. Kravatim ostida bir nima bor. Hazilni qo'ysangchi bor o'zi do'stim kelgandi bir oyda. Rostdan. Mayli o'zing borib ko'r biror nima bo'lsa. Ishonmaysizlar-da. Ishonmaydi hayronman. Qani qilichda olamiz ko'ramiz.
nima bor u yerda do'stlar? Bismillah. Ochilmayapti eshik. Vau, do'stlar. Odam boshi. Odam boshi. Qonda bosim va amin joy jannat bo'lsin. Vau. Kim yo'qolgan ekan? Bular qamalib qolgan menimcha. Vau, bu yerda ham ko'p ekan. Lekin metin yetamin boy odamman. Buni qarang axir. Buncha narsani tushuntiradigan. Vau. Do'stlar. Bu yerda nima bor ekan? Ishdan şey ekan. Vau, kiyimlar bular 1 million turadi bittasi. Vau, bularni qarang. Yoqqa qonni tashlayni. Qalbida 10 ta odam yo'qoldi. Afsus demanda. Kelishi mumkin boshqa. Yani yopib qo'yamiz. Vau, do'stlar, buni qarang. Boy odamman do'stlar, boy. Ketdim, men mer bilan gaplashaman. Mer, bilasanmi, men xazina topdim. Rustamni qani gapirchi. Bilasanmi, короче, yerimdagida kravat ostida nima bor degandim. Shundan tak xazinalar chiqdi, buni qarang. Vau, qo'yilmagan berasanmi? Ayyo. Bitta shart mayli bir bo'lgan men. Men bu yerdan mana shu to'g'ridan katta saroy quraman, bo'ladimi? Bemalol, mayli. Tak, ertadan boshlayman. Senga bu mana mana. Vau. Bunchani qayerdan topding? Qiziqman. Men endi saroyda qaytadan quraman. Bu daraxtni olib tashlayman. Bu yerni yoptiraman ishchilarga. Mana shundan qursam ham bo'ladi. Orzuga erishaman. Bundan saroy qursam ham bo'ladi. Mana bu uyni sotib kiyimlarim ichaman. Qornim ham ochibdi. Do'stlar, juda qornim juda. Lekin juda qimmat. Qani kimdan so'rashini tilayapti, nima? Telefon qilib tuydagilar. Xullas, men bu 13-qishloqdaman, 15-qishloq juda uzoq. Ana tog'larning orasida. Ana dadamga telefon qilaman. Alo. Hammalar do'stlar, barchaga xayrli, komment chiqmasin, obunasini bosib qo'ying.